sukut mashqlari bolaga rivojlanishiga juda ham yaxshi yordam beradi. Masalan, biz kattalar o'sha kompyuterda yoki informatsiyalar qabul qilishda tinmasdan qabul qiladigan bo'lsak va uni tahlil qilish uchun, undan xulosa olish uchun biz o'zimizga sukut mashqlarini bermas ekanmiz, biz kompyuter emasmizki, doim ishlay olmaymiz. Demak, insonning rivojlanishi sukutda bo'ladi. Xuddi shu kabi bolani ham shaxs sifatida shakllanishi, rivojlanishi uchun sukut kerak. Ya'ni sukut mashqlari ong uchun muhimdir. Bola tashqaridan ma'lumot oldi, endi uni tahlil qiladi va uni o'zini miyasida aks ettiradi va o'zi uchun xulosa oladi. Mana shu jarayonlarning o'rtasida bola uchun albatta tanaffuslar bo'lishi muhim. Shuning uchun ham mana maktabda bizda tanaffuslar bo'ladi. Bola ma'lum bir predmetni o'zlashtiradi va keyingi predmetga kirguncha aslida undan oldingi olingan ma'lumotlarni xulosa qilishga o'rganishi uchun sukut vaqti kerak bo'ladi unga. Demak, bolamizni tinmay ma'lumotlarga, turli to'garaklarga, uni o'sha intellektual qobiliyatini yuqori qilish bilan birgalikda uni tafakkur qiladigan, sukut saqlaydigan vaqti bo'lishiga ham ahamiyat berishimiz kerak. Kunda 15 daqiqa, 30 daqiqa, ya'ni bola har qanaqa ovozlardan, shumlardan xoli joyda yakka holda bugungi kuni haqida o'ylab ko'rsin, bugungi kuni haqida xulosa chiqarsin. Mana shuni ham kichik yoshdan boshlab bolamizga agar ko'nikma tarzda o'rgatadigan bo'lsak, bolada demak haqiqiy ruhiy rivojlanish sodir bo'ladi. Buni unutmasligimiz va bola ongini rivojlanishda muhim qadam ekanligini har birimiz bilishimiz kerak.